bo'ldi. Rozimisiz? Qaroringlar roziman. Hammanglarga rahmat. Eng katta orzungiz nima? Eng katta orzuyim bobom bilan buvimni hajga jo'natish. Men ularni ana shu borishlarini xohlayman-da. Muhammad payg'ambarimiz yurgan ko'chalarda yurishlarini, masjidlarni ko'rishlarini rosa xohlayman-da. Men o'zimni ota-onam ko'rmaganda shular ko'rishlarini xohlayman. Ularni men shu paytgacha tarbiyalab kelganlari uchun, menga mehr berganlari uchun rahmat aytgan bo'lardim. Ularni yaxshi ko'rishimni aytgan bo'lardim. Shu qizga mana sochini qildingiz, yana qanaqa mehr bera olgan bo'larsiz? Onasiday ko'rmasa ham o'zimni bolamni qanday bag'rimga bo'lsin. Uyam shunday. Hech qachon xafa bo'lma, xo'pmi? Yig'lamagin. Alloh doim qo'llaydi. Oldin mana shunaqa sartaroshxonaga kelganmisiz? Yo'q. Timurjon yoqdimi? Zo'r. Sizgimi? Yo'q. Ha, buchi. Yo'q. Buchi. Che? Shumi? Damirbekmi? Zo'rmi? Ketganmiz endi, qani kelin.